Rahmat. Juda ko'p konsertlarda juda ko'p narsaga e'tibor beraman. Ayniqsa gapirayotgan paytimda ilhom kelib qolgan paytda odam umuman boshqacha bo'lib ketadi. O'zidan ham qo'shib yoraveradi. Yoki bo'lmasa ba'zan vaqt kamroq bo'lsa, montaj qilib ketaveramiz. Gaplarni qisqa qilib asosjonlarni gapirib o'tib ketaveramiz ham. Ba'zi joylarda yayralib qolasiz. Bir joyda mazaq konsert berdik. Endi taklif bo'lgan Hojiboy aka bizning kolxozimizda sal kichikroq klub bor. Iltimos nomiga Hojiboy kelibdi desa bo'ldi, bir borasiz. U o'tgan yilgi voqea emas, boshqa voqea bu. Borasiz, Xudo xolasa, endi shu yerda masalan sizga tomoshabin topiladi, sizga yarasha Xudo xolasa zo'r bo'ladi dedi. Ha, borsak boraylik dedik. Xolos katta zaldan keyin bekor o'tirmaylik deb o'shaga bordik. Borsak, kattagan zal, ichkarida odam to'la anshilak 100 kishi o'tiribdi. Rasam gapiryapman, odamlar mirqib, chayqalib, ko'karib, qizarib, bo'zarib, dumalab kulyapti. Mazza kulishyapti. Qarang, endi bu ham qiziqda. Bir odam hech kulmaydi. Bu odam endi bu gaplarni eshitgan ekan, yangrog'idan aytsam ham kulmaydi. Haligi bo'mag'irog'idan aytsam ham kulmaydi. Da e'tibor bersam, u odam o'tirib olib bechara nuqul kelgan odamlarni sanayapti ekan. Aylantirib o'zini ham qo'shib sanagan ekan, ko'rasizmi? Aylantirib yana boshqa sanayapti. Bu odamning fikrida nechta odam kirganu 500 so'mdan qancha bo'ladi, bu Hojiboyga qancha qoladi? O'shani hisoblab o'tirgan ekan bu bechara. Odamlar kulaman deb kelgan, mazaq chayqalib kulyapti. Bu odam o'tirib hisob kitob qilib o'tiribdi. Shart to'xtatdim, mashina bir akamiz o'tiribdi dedim, nuqul odam sanayapti dedim. Endi masalan dedim, og'aylar rostdan ham sizlar bilet olib kirdinglar dedim. Mana mashina masalan 100 ta odam o'tiribdi dedim. Ha desam, ha deyishdi. Shu 100 ta odam 500 so'mdan bilet olsa qancha bo'ladi dedim. Desam, ha 100 ming bo'ladi dedim. Ya'ni 50 ming bo'ladi dedim. Xo'p dedim, gulni olib keling dedim. Gulni shunday oldimda, rahmat dedimda, shunday qo'yib qo'ydimda. 50 ming bo'ladi aka dedim. Hali odam bilmasga olmay o'tiribdi. Kimga gapiryapsiz? 50 ming bo'lar ekan dedim. Xo'sh dedim. Kelishdi dedim. 30 mingga biznes olganman dedim. Mashinamga dedim. Qancha qoldi desam, 20 ming dedi. 15% mana shu zaniga to'laymiz arendaga dedim. Qancha qoladi dedim? Ha, palon pul dedi. O'sha palon puli dedim, 6 kishi bo'lib olamiz. Qanchadan tegadi dedim. Desam, 3 mingdan deydi. Ana ko'rdinglarmi dedim. 3 ming olaman dema 30 ming sarflayapman hozir dedim. Ziyoniga ishlayapman hozir 27 ming dedim. 2 soat ta'mirga gapiryapman dedim. Siz hisoblab o'tiribsiz dedim. Desam xijolat. Ha, hisoblagamiz. Gapiravering. 3 mingdan tegar ekan 27 ming ziyoniga kelganmiz aka dedim. Endi masalan siz ham o'ylab o'tiribsiz hozir. Unaqada nima kerak bunaqa konsert dedim. Bir odam qarang, yong'onni 5 so'mdan olib turib 4 so'mdan sotyaptiymish. Da so'rabdi-da, og'ayni, senga 1 so'm foyda qolmayapti deb aytdi. Sen 4 so'mdan olib, 5 so'mdan olib 4 so'mdan sotyapsan, ziyoniga sotyapsan. Unaqada bozor qilmay qo'y, o'g'lim desa, menga bozor ham kerak emas, pul ham kerak emas. Menga shu yong'onni prosta shaqir shuqurga ishqozman xolos durmish. Men ham xuddi shunday ishlarni shaqirlab kulishlarga ishqozman-da. Abi aytdi, katta odam ko'p aytdi masalan deyishlarimga. Ha, odam katta aytdi, lekin arenda ham katta-da. Arenda ham katta. Men har bitta proyekt bilan sekundiga 100 mingni uryapti hozir. Chik. Qarang, bu yil sog'lik, salomatlik yili ekan. Hammangizga sog'lik tilayman. Albatta, yaxshi do'stingiz ko'rsangiz ham sog' bo'lgin deysiz, xayrlashib kelganda sizga sog'lik tilayman deb o'tib ketadi bir-biriga. Mana prezidentimiz televizorda ko'rgan bo'lsanglar, o'sha Konstitutsiya bayramini da bo'lgan leksiyalarda, o'sha nutqlarda aytdilar. Bu yil sog'lik, salomatlik yili deb e'lon qilamiz deydi. Haqiqatan ham birinchi navbatda inson uchun sog'lik turadi. Sog'lik bo'lmasa, yurakka hech narsa sig'maydi. Na oila, na bir katta bir masalan uy joy yoki bir mansab ham yoqmaydi kerak bo'lsa, hech narsa yoqmaydi. Sog'lik bo'lsa-chi, hamma narsa yarashaveradi. Sog'likni lekin bilasiz, milliard dollarga ham sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun oldin olgan yaxshi ekan. Shuning uchun ham yevroy xalqi kasal bo'lmasdan oldin doktorning oldiga borar ekan. Kasallik boshlangan bo'lsa, tez oldin olar ekanda, ham arzonga tushar ekan. Qarang, qanday aqlli xalq. Rus xalqichi, buyuk Rus xalqi kasal bo'lgan zahotiyoq xabarsan yig'ishtirib qo'yib, to'g'ri poliklinikaga borar ekan, ya должен лечиться deb, yoki bor больницаga to'rar ekan. Bolam qolib ketdi, chaqam qolib ketdi, uyim yarim qolib ketdi, g'o'zabay qolib ketdi demas ekan. O'zbek xalqichi, o'zbek xalqi ham buyuk xalq. Yurib kasallikni o'tkazib olib,
Shu gurst ag'darilib tushgandan keyin, tili jag'dan qolgandan keyin, oyoq qo'ldan qolgandan keyin ko'tarib olib borishadi. Doktor kim olib keldi? Bu odam kim desa, "Men otam bola. Nima qildi otangizga?" desa, "To'ppa-to'g'ri yuruvdi yarim soat oldin" deydi. Yarim soat oldin qo'llarida ketmon bilan yuruvdi, mana shunday bo'lib qoldi. Gurst ag'darib tushdi, shunday bo'lib qoldi. Qarang, birdan yiqilganimiz, birdan kasallik kelib tekkanimiz, birdan ag'darib tashlaganimiz. Bu kasallikka 10 yil bo'lgan, 20 yil bo'lgan, 30 yil, 40 yil bo'lgan. Lekin biz xalqimiz bolam chaqam deb doktorga bormaydi. Ota yoki ona yoki aka davolaning. Siz qarang, ozgina mazangiz yo'qroq desangiz nima deydi? Ha, endi bo'lib turadi-da. 4 ta fasl o'zbekka bahona. Mana endi qish keldi, qara, qish bo'lib qishga o'xshamaydi. Bir kun sovuq bo'ldi, bu yerga havo isib ketdi. Xuddi bahorga o'xshaydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. Bahor kelsa nima deydi? Mana hamma narsa uyg'onyapti, daraxtlar uyg'onyapti, mana yerlar butun kuchimizni so'rib olyapti deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. O, davolay, men sizga dori por olib kelay, qayerda og'riyapti? Hech qayerda og'rimayapti. Endi mana bahor keldi deydi. Yo bo'lmasa mana yoz keldi, qara deydi, havoning issiqligini qara deydi. Radioda 43 deyapti-yu, lekin 50 dan baland hozir deydi. Hozir 50 dan baland. O'shanga lubay yigit ham kasal bo'ladi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq. Kuz kelsa nima deydi? Mana barglar to'kilyapti, xazon rezgi paytda lubay kasalligi bir marta qo'ziydi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. 4 ta fasl bahona bizga. Boshqa millatlar esa, qarang, tezsiz borib davolanib turar ekan. Mana kerak bo'lsa prezidentimiz o'z og'zlari bilan aytdilar. Yaponiyada 100 mingdan oshiq yuzga kirgan odam yashar ekan. 100 mingdan oshiq. Bitta viloyatcha keladi Yaponiya degan joy. Bizning viloyatimizcha. Andijoncha keladi kelsa. Lekin 100 mingdan oshiq odam 100 dan oshgan ekan. Nima uchun shunaqangi? Chunki ularda Yaponiyada, Xitoyda, Koreyada, o'sha yerlarda rahmat. Ularda kasallik degan narsa yo'q. Masalan, suvda yuradigan hamma narsani yeydi ular. O'tini ham olib yeyaveradi, chig'anoqni ham yeyaveradi, qisqichbaqa, qurbaqa, ilon, chayon, kit bormi, baliq bormi, nima bo'lsa, o'sha hamma narsani yeydi. Faqat suvda yuradiganlar shu paroxat yemaydi xolos. O'shuning uchun ularda davleniya nima, qon bosimi nima bo'ladi yoki jigar qayerda, buyrak qayerda ular bilmas ekan. Unaqa kasallik umuman yo'q ekan. Yod yetishmaslik yoki qon kamayib ketish, unaqa kasallik umuman bo'lmas ekan. Yana qolaversa qarang, rahmat qizim, rahmat katta. Yana o'sha bizning xalqimiz eng qadimiy xalq. Biz maqtanamiz, ko'ksimizga urib, butun mamlakat, dunyoga maqtanamiz. Ibn Sino bobomiz bizda tug'ilgan, Buxoroning afshonasida tug'ilgan. Ibn Sino bobomizning qoni bor bizda. Bizning bobomiz meditsina so'zi paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Haqiqatan ham Ibn Sino so'zida meditsina so'zi paydo bo'lgan. Qarang, deb maqtanamizda, asli bunday qarasak, Ibn Sino bobomizdan bizgacha hech narsa yetib kelmadi. Bitta isiriq yetib keldi xolos, isiriq. Isiriqdan boshqa hech narsa yo'q. Asli minglab giyohlarni qaysi kasallikka davoligini yozib qoldirgan ekanlar. O'sha kitoblar qani? Yo'q. Yo suvlarga oqib ketdi, yo yonib ketdi. Yo'q o'sha narsalar. Tibetdachi, Tibet bir paytlar akademiya ochgan paytda biz Ibn Sino bobomiz Xitoydan, Yaponiyadan, butun dunyodan borib o'sha yerda o'qishgan. Minglab shogirdlar chiqarganlar. Ular rivojlanib ketdi. Bizda umuman hech narsa qolmadi. Isiriq tamom. Kundan kirsa ham isiriq, bosh og'risa ham isiriq, chaqaloq tug'ilsa ham isiriq, sigir tug'sa ham isiriq, mehmon kelsa ham isiriq, chiqib ketsa ham isiriq, mashina olsa ham isiriq, va shu yo'lda ham isiriq, ko'chada ham isiriq, uyda ham isiriq, xolos kasal yotgan kasalxonada ham tuzatib yurishadi. Angina bo'lsa ham isiriq, davlina bo'lib ketsa ham isiriq. Isiriqdan boshqa narsa yo'qmi bizda? Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lish kerak hammasi keraklar. Rahmat. Shu gapirib turgan paytimda olib kelgan gullarni yaxshi ko'raman-da. Olib kelaveringlar. Gapirib turgan paytimda berib yuboringlar, zo'r chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Gaplarim bo'linib ketyapti. Qanday zo'r, ha? O'sha masalan bobomiz Ibn Sinodan qolgan kitoblar yo'qdi hozir. Xitoyda, Yaponiyada, boshqa joylarda bor. Qo'li bilan tibetliklar qo'li bilan operatsiya qilganini ko'rsatdi 5 yil oldin. Butun dunyo televizorda ko'rsatib turibdi. Rus olimlari miniverim deydi. Qo'l bilan operatsiya qilib, bir narsani olib tanilga shunday qo'ydi, hamma qoyil qoldi. Ilohiy darajaga ko'tarilib ketgan. Qarang, o'simliklarda har xildan masalan hozir giyohlarni sotishyapti. Bizda ham shunday qilsa bo'ladi-ku. Lekin bizda afsuski qo'y yog'idan o'ta olmayapmiz. Boshim og'riyapti desa, qo'y yog'i sutab qo'ying, yashib ketadi deydi. Shu oyog'im qaqshab og'riyapti desa, qo'y yog'idan sutab qo'ying, yashib ketadi deydi. Shu beli og'riyapti, shamollagansan, qo'y yog'idan sutab qo'y deydi. Topib olgani qo'y yog'i.
Davlina bo'lgan, boshingga qo'yardim, tutab qo'y, yaxshi bo'lasan dedi. Men ishdan tortishib o'ryapti. Masalan, mumkin ko'rishga bo'lgandir, doktorga bor deyish yo'q bizda. Doktorga borsa 15 minutda operatsiyadan chiqadi, 3 kunda uyiga javob berib yuboradi. Bizlar nima deydi? Yo'q, doktorga bormaylar deydi. Qo'yog'idan sutib tashlaylar, azay badaniga o'rab tashlaylar, bir terlash yashib ketadi deydi. Hali kasalni bechara qo'ymasdan olib qolib o'zbekchilikda qo'yog'idan surib, yoz paytida o'rab, postullaga o'rab, ko'rpacha tashab, uni ustidan gilam tashab qo'yadi. Bepul qanday yaxshi, bepul davolanib kelsa o'zidan o'zi. Bizga o'shiniz kerak. Bir so'm ham sarflamasaydi. Hali yotgan kasal qiynalib bir terlaydi, qiynalib ikki terlaydi, keyin 3-marta terlamay qoladi keyin. Qarang. Doktorga borasan? Doktor sen yo'qchigalan poylab o'tiribdi u yerda. Borishi bilan yotqizib qo'yadi hozir. Seni har kun 3 marta ko'rgani borish kerakmi? Doriga pul kerak, shprisga pul kerak, qayoqdan yo'q dorilarni ham yozib beradi, biz olib boraveramiz. Pul yo'q hozir, doktorga boraman deysan. Qo'yoqdan sutab qo'ylar, yaxshi ketadi bu deydi. Doktorga borish yo'q bizda. Eng zarur paytda ham bormaydi-da. Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Meni kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin bizchalik emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Qarang, ota-onalar aqlli-da, gapirayotgan paytda gul berib yuborishadi. Rahmat. Hozir aytdim-ku, malatsi. Shu gul berayotgan paytda gapirib turgan bo'laman, zo'rda qiziq chiqadi o'sha. Haligi nima emish? Qayda qoldim o'zi? Tragediyamiz bu. Nimaga tragediya bu? Nega tragediya bu? Bolalarimiz qaysi bolalarni? Bu bolalardan nima ayb? Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozirchi yig'laversangchi doktor chaqiraman, keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, men shu bolamni ukol qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizdan olib kelganmisiz shprisingizni? Yashang, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamom sen endi. O'lag'aysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga skori pomish kelib qolsa, o'zbekning bolasi yo'q. Shu. G'o'zapaning orqasida, beshikning orqasida, ko'rpaning orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirab o'tir. Otasi va onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam, tishlaymi? Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi senga?" desa, "Doktor keldi mahallamizga." Ha, kelsa kelibdi, ha buni qo'rqitib qo'ygansan-ku. Endi qochadi deydi bola. Ha, boshqa millatda bolalarchi kelib shopirda so'raydi, "Дяденька, вы кому пришли, а? Вы врач, да?" "Нет, я шофер." "Вы просто шофер, я. Врач уже ушел, он туда, наверх пошел." "А, вот здесь 4-м этаже есть один дяденька, постоянно болеет. Вы к нему пришли, да?" "Да. Мы к нему пришли, постоянно к нему придем. Он постоянно болеет. Мы ему лекарства даем, он не пьет, он такой, знаешь, укол делаем, а у него белая горячка начинается." Вот такой. Qarang, o'zbeklar bor so'ramaydi, doktor keldi desa tamom. O'sha kuni uydan chiqmaydi biz bolalarimiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyda qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushayapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib, uni ichiga bir joy bir narsa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ikkinchi kasali tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uchayda bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatning bolalari yugurib yurishadi. Guldir bir-birini quvib yurishadi. Nashi очередь, Natasha nashi очередь yugurib keladi. Какой кабинет зайдем? Вот 49-й. Kirib boradi. "Здравствуйте, можно к вам?" deb kirib boradi. "А ну-ка зуб покажи." "Ana" deydi. "Какой зуб у тебя болит?" "Вот этот". "Нет, вот это" deydi. Doktor yolg'ondan, "Вот это, не, вот это" deydi. Biznikilarni og'zini ochib ko'ring. Tish doktor terlab ketgan, tutayapti, boshidan tusun chiqyapti. Men trobkani olib, "Og'zingni och, putarikalarni." Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsan bu yerda. Qanaqa bola o'stirgansiz? 4 ta mesestra bolani ezib kresloga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Men shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishim kerak, og'zingni ochmaysanmi?
O'zbekni bolasi-da. O'rgatib qo'ygan. Suyni suqirib tashlaydi, ukol qiladi. Shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolam o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-yildan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboryapti. Oyog'i cho'loq sinib doktorga boradi, doktor kelib qoladi, maktabimizga o'zim 4-yildan tashlab yubordim. Bitta ukol chaqib qo'yarkan, bo'ldi, shu qo'rqib, oyog'iga sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak. Meni kechirasizlar-ku, Xitoyda 1,5 milliard aholi yashaydi. 1,5 milliard. O'zbekistonda 26 million aholi yashaydi. Nima uchun xitoyliklar ko'p, biz kammiz? Nima uchun biz kamayib ketdi? Chunki shu qo'yog'idan sutab qo'yaver, kamayib ketdi-da. Mana problema qayerda? Tabibga borish yo'q, doktorga borish yo'q. O'zimizcha davolaymiz-da. Xitoyliklarchi, boshim og'riyapti desa, ana daraxtning bargini yedir ekan. Qornim og'riyapti desa, mana o'tni tomirini qaynatib ichasandir ekan. Oyog'i yalam yurishar ekan. Xullas, Tibetda ayniqsa 100 dan oshib ketgan odamlar rosa ham ko'p ekan. Zerikib ketgan, yashash joniga tegib ketgan. Hali ham tirik emish-da. Nechinchi yil tug'ilganini eslay olmaydi. Qotib kapcho'lni qolgan. Lekin tirik, hali ham tirikmish-da. Buyrak qayerda, jigar qayerda bilmasmish. O'pka qayerda joylashgan, yo'talmasmish ham da qiladi. Yuraverishga qilib. Bizda-chi o'rtacha umr O'zbekistonda 70 yil. 70 yil hammani quloqiga kirib qolgan. 70 yil. 70 yil. 69 ga kirgan odamni ko'rsangiz, mana shunday qoladi. Siz endi 1 yil qoldi-da deydi. Endi gol o'lami degan, tamom. 6 oy qoldi, 4 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 10 kun qoldi. Kampir deydi. Ha desa, sandig'ingni och, hamma narsa tayyormi deydi. Hamma narsa tayyor. Chol desa, mana biz ham tayyor deydi. Tapatasha beryapti 70 ish bilan. Chunki mana bu yerda kompyuterimiz organizmga 70 ga kirasan deb buyruq bergan ekan. O'shuncha u 70 gacha bordi-da, o'zini tashlab yubordi. Ibisini bobomiz nima degan? Agar inson jang bo'lmasa, chang bo'lmasa, bu ekologiya 1000 yil yashashi mumkin degan ekan. 1000 yil yashashi mumkin ekan. Endi 1000 yilga vahima bo'lsa kerak, u bizga 100 yil ham yetadi. Lekin 100 ga kirish uchun esa 1000 ga kirishni mo'ljalash kerak ekan. Men albatta 1000 ga kiraman deyursangiz, 100% 100 ga kirasiz.